O'tgan yillarda yurtimizda tadbirkorlikni rivojlantirish borasida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayniqsa, bu sohaga yoshlarni keng jalb qilish, ularga zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida katta imkoniyatlar eshigi ochildi. Xususan, birgina Xorazm viloyatida 2024-yilgacha bo'lgan ko'rsatkichlar viloyat hududida 30 yoshgacha bo'lgan tadbirkorlar soni 5493 nafarni tashkil qilishini ko'rsatadi. Ana shunday yosh tadbirkorlardan biri Faxriddin Abdalniyozov ham bugun istiqbolli soha vakili deyish mumkin. Ushbu xususiy klinika loyihasi muallifi 28 yoshli Faxriddin Abdalniyozov qahramonimizga mazkur faoliyatni yo'lga qo'yishi uchun Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi doirasida 1 milliard 500 million so'mlik imtiyozli kredit ajratilgan. Faoliyatimizni 2021-yilda Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi doirasida kredit mablag'larini olgan holda yo'lga qo'yganmiz. O'tgan yili hurmatli prezidentimizning viloyatimizga amaliy tashriflari doirasida yangi topshiriqlariga binoan biz Italiyada ishlab chiqarilgan urologiya sohasidagi eng ilg'or texnologiyalarni olib kelib, Xorazm viloyatida birinchilardan bo'lib endourologiyani yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunda klinikamizda 35 nafar tibbiyot xodimlarini ish bilan ta'minlaganmiz. Kelgusidagi rejalarimiz katta. Bundanda yangicha tibbiyot uskunalarini olib kelib, xalqimizga, yurtimizga qulayliklarni yaratishni maqsad qilganmiz. Tadbirkorlarga qaratilayotgan e'tibor va berilayotgan imtiyozlardan unumli foydalanayotgan Faxriddin joriy yilda yana bir yangi yo'nalishda tadbirkorligini kengaytirishni maqsad qilgan. Joriy yilning aprel-may oylarida bizning faoliyatimizga yangi faoliyat, ya'ni MDF mahsulotlaridan eshik romlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsad qilganmiz. Buning natijasida yosh o'zimizga o'xshash tengdoshlarimizdan kamida 20 nafarini ish o'rni bilan ta'minlashni maqsad qilganmiz. Shuni ham aytib o'tish kerak, bugungi kunda yosh tadbirkorlar o'z bizneslarini rivojlantirib, kengaytirib borish orqali bo'sh ish o'rinlarini yaratib, o'zlari qatori ko'plab yoshlarni ish bilan ta'minlashda ko'makdosh bo'lib kelmoqdalar. Bunga raqamlardan nigoh tashlaydigan bo'lsak, viloyat hududidagi jami Faxriddin Abdalniyozov kabi 5493 nafar yosh tadbirkorning qo'l ostida 30 yoshgacha bo'lgan ishchilar soni 10820 nafarni tashkil qiladi. Bundan ko'rinadiki, yoshlarga berilgan imkoniyatlar natijadorligi borgan sari ortmoqda.